Avtosalon biznesini nechta pul olib keladi? Shu savolga javob olish uchun Farg'onaga mehmon keldim. Farg'ona Devani. Millioner Abdulaziz Qobilovga. Nechta pul tikdik shu yerda? Shu hozir 1000 kvadrat joy 1,5 million atrof. X6 yurarsiz. Ha. Yirik korpusmi? Sizga havas qilib oldik. Gap yo'q, ishlar yaxshi ketyaptimi deyman. Jahongir aka, bu sotuv ofisimiz Farg'ona shahar markazida joylashgan. Bu o'sha yangi boshlayotgan loyihamiz Burxoniddin Marg'iloniy shaharchasining yonginasida joylashgan. Qurilish biznesini ochish ideyasini Abdulazizga bergan o'g'lingiz. Ha, shunaqa. Eng qizig'i oqladilarmi ishonchim? Oqlayapti. Yaxshi. Qayerga keldi endi? Aka, endi sizni hozir kuni kecha prezidentimiz tashriflari bo'lgan Burxoniddin Marg'iloniy shaharchasini turizm markazini aylantiramiz. Do'stlarim bilan tanishtiraman sizni, do'stlarim bilan ish olib boramiz. Do'stlar bilan biznes ish qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, sodiqlari bilan qilsa bo'ladi. Yana boshqa do'stlarimiz ham bor edi, ular yo'lda tushib qolishdi. Avtosalon biznesini nechta pul olib keladi? Shu sababli shu savolga javob olish uchun Farg'onaga mehmon keldim. Farg'ona Devani. Millioner Abdulaziz Qobilovga. Esida bor bo'lsa, o'tgan yili 5 bola betonda sayr qilib, aylanib bizneslarni ko'rsatib berdik. Yangi biznes boshlabdilar. O'zi bilasizlar, ko'pincha muvaffaqiyatli bizneslarni ko'rishadi, lekin bu yerda boricha hozir Abdulaziz o'ziga gapirib beradilar, nima bo'layotganini. O'zi nima o'zgarishlar bo'ldi? 1 yilda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Bizda Xudoga shukr, avtosalon ochdik. Kim ketganingizdan keyin 3 ta loyihani birdaniga o'z egalariga topshirdik. Sakinat, Yangi O'zbekiston, Komfort loyihalarimizni 500 ga yaqin xonadonda. Shu yerda Farg'onada. Ha, shu yerda o'z egalariga topshirdik va shu birinchi loyihamiz Sakinat loyihamizni shu kommersiyalarni olib qolgan edik. Men bino sizniki. Topshirgan obyektingiz o'tdan katta. Birinchi qurib topshirgan loyihamiz bu Sakinat loyihamiz. Pastiga avtosalon ochganmiz. 5-6 oy bo'ldi. Hozir endi ishlab turibmiz. Qatdan ideyasi keldi avtosalon? Tushunchim bo'yicha mana shu kommersiyani olib qo'ygan edinglar. Shunaqa. Shuni joyiga avtosalon ochishni ideyasi Jahongir aka, biz sotuvlarimizni ochganimizda ko'p mijozlarimiz bizga mashinalarni olib kelishni boshlashdi. Birinchi bosh to'lovni evaziga. Shunda biz boshqa mashinalarni sotsak, arzonroqqa sotib, u mijozlarimizdan arzonroqqa olishimizga ham to'g'ri keldi. Keyin o'zimiz avtosalon ochaylik, bozor narxida mashinani sotib olaylik va bozor narxida sotaylik degan maqsadda ochgan edik. Endi hozir 5-6 oy bo'ldi. Boshida inamarkalar olib kelib teri tashlagan. Inamarkalar taxlab qo'ydingiz. Bugun jemlarni ko'ryapman. Inamarkalar olib kelib teri tashladik, pul tikib bo'lmadi. Inamarka sotilmadi. Yarim yil sotilmadi. Ha, keyin Toshkentga olib borib sotib yubordik. Ular hozir mana o'zimizni Jaydari, Jemdi mashinalardan sotyapmiz. Jaydari mashinalar yaxshi sotilyaptimi? Zo'r. Hozir o'zi xalqbop mashinalar, hadovoy mashinalar. Plusdami avtosalon yo minusdami? Hozir avtosalon normal ishlab turibdi. O'zini o'zi qoplayaptimi? Shunaqa. Ortiqcha pul bermayapti. Yo'q, batda endi unaqa katta foyda yo'q, Jahongir aka. Bu o'zimizning mijozlarimiz, xodimlarimiz xalq uchun xizmat qiladigan joy bu endi. Bu taxminan qancha olib kelish mumkin yaxshi avtosalon? Avtosalon unaqa ko'p olib kelmaydi, lekin yaxshi pul tikilgan. Nechta pul tikdik shu yerda? Shu hozir 1000 kvadrat joy, 1000 kvadrat joyga shu 1,5 million atrofida pul tikkanmiz. Mashinalar bilan, remonti bilan, hamma yo'g'i bilan. To arenda ham hali to'lamaysiz, joy o'zingizniki. Yo'q, joy o'zimizniki. Naloglarni to'laymiz. Qanday chaqib qo'yardi? Shunaqa. Tavsiya bermaysizmi avtosalon? Avtosalon o'zi hamma o'zi odamlar o'zi qilib yurgan ishini qilsa yaxshi. Avtosalon biz ochdik, endi ko'ramiz. Agar o'xshamasa, bu yil ko'ramiz, shu 26-yil ko'rmoqchimiz, o'xshamasa yopib yuboramiz. Yopib yuborishimiz. Boshqa narsa qilamiz. Chunki bu bizning fokusimizni burib qo'yapti. Biz fokusimiz qurilishimizni qilaylik bo'ldi. Gap yo'q, lekin prosta dil ketdi, qilib ko'rdinglar. Ha, avtosalon qildik, ertaga afsuslanmaslik uchun qilib ko'rdik. O'xshasa, o'xshamasa qildik. Gap yo'q, addushi boricha hammasini tan olganlarga отдельный like. Sababi hammasi zo'r deb chiqishaveradi. Bu safar mana o'xshamagan keysni ham razbor qildik. Xullas, avtoparklar o'zgarib ketdi. Ha, bu o'zimiz endi haydab. 1 yil oldin kelganimda, men bu mashina BMW X6 edi. Shunaqa. X6 da yurardingiz. Ha. Yirik korpusmi? Sizga havas qilib oldik. Gap yo'q, ishlar yaxshi ketyaptimi deyman. Xudoga shukr. O'zi bir nechta texnikalar bor edi, svet texnika? Xo'p, bizda aka siz kelganingizda 47 ta texnikamiz bor edi. Hozir 62 taga yetdi. 62 bo'ldi. Keyin drabilkamiz bor edi. Drabilkamiz bitta edi. Hozir 3 ta joyda, 3 ta lokatsiyada drabilka qilganmiz.
beton zavodlarimizni qo'shdik, qurilish ob'yomlarimiz kattalashdi. Boya aytganimdek, 3 ta loyihani birdaniga o'z egalariga topshirdik. Hozir mana 4-Nur kompleks loyihamizni birinchi etapini shu kunlarda Topshirganingizdan keyin yangi proyekt boshlayapsiz-da. Shunaqa. Uni ko'rsatib yuboramiz. No, hammasini o'shanda ko'rsatamiz. spetsexnikalarni ko'rsatildi. Necha pul deydi o'ta spetsexnikani o'zi? 5 million dollar. 5 million dollarlik minimum o ko'payib ketgan Shunaqa, o'rnidan. hozir qo'shilgan. Eng qizig'i ikkitasini sotib, ana beton mishalkani gelik olsangiz bo'ladi desam, vaqti keladi dedilar. Uni sotmasdan turib bosib Sotmasdan ham olsa bo'lar ekan. Gap yo'q, addushi tabriklayman. Rahmat. Men Toshkentdan beri bunda. Toshkentga ko'p boramiz. Bu Abdulaziz Qobilov, o'zingiz nomingizga moslab olibsiz. Gap yo'q do'stlar, bitta. Gelikdan nima? Gaz berib qo'yamiz, sabab traditsiya bo'yicha. Yaxshi niyat qilib hamma narsa bo'lar ekan baribir. Odam qilgan ish odam qilar ekan. Uje bir nechinchi hozir odamsiz, sanavoli bizga havas qilib oldim deyotgan. Bir 4-chimi yo 5-chimi? 5mi? Navid, Namanganlik bo'ldi, Samarqandlik. Mana shunaqa do'stlar, gap yo'q. Arzon mashina emas, tan olamiz. Gap yo'q, gap yo'q. Abdulaziz aka, endi yurish o'zgardimi buni olganingizdan keyin? Ha? Yurishlar o'zgardimi? Ya bizda o'zgarmagan aka, o'sha eski Instagramda axlanar bilan yurib qo'yasizmi? Xo'p, JLS. JLS buni dadam haydaydilar. JLS bu pikapni yaqinda oldik. Tog'larga chiqib turish uchun. Qolgani o'rtoqlarimiz. Komanda ham kuchayibdi ancha. Ha, bu o'zimizning komandani mashinalari, bu Shahzod. Malibu, Lacetti yurishardi, уже Li bo'ldi. Kiyalarga o'tishibdi. Gap yo'q. Komanda ham siz bilan birga o'syapti. Xudo xolasa. Eng muhimi, Abdulaziz aka, nimada muammo? Ko'plar quryapti. Topshirmayapti. Siz topshiryapsiz. Biz aka birdaniga unaqa ko'pgina loyiha boshlab olmaganmiz. O'zimizning quvvatimiz yetadigan loyihalar boshlaganmiz. Mana 3 tasini topshirdik, 2 tasini boshladik. 2 tasini ham birinchi boshlaganimizni birinchi etapini shu kunlarda tez kunda topshiramiz. Misol uchun nima so'rayapman, ertaga pul bo'lmasa ham qurishga boshqa bizneslardan olib qurib bitirasizlar-da. Bizning yutuq tomonimiz Jahongir aka qurilish materiallarini 70% ni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Endi hozir pashti 85% ga yetib keldik, chunki yana ham оборудованиялар qo'shdik, texnikalar qo'shdik. Bu qurilishimiz tezlashishiga olib keladi. Tezroq quramiz, tezroq egalariga topshiramiz. Buni qurilishda gaplashamiz. Ketdi aylanib chiqaylik, bitta avtosalonni ko'raylik. Necha kvadrat deysiz? 1000 kvadrat, a? 1000 kvadratga joylashgan. O'zi qancha unaqa kommersiy joylaringiz bor Farg'onada? Ko'p. Ko'pmi? Arendaga bersangiz qancha ketadi bunaqa joy? Biz ko'proq o'zimiz joylarimizni o'zimiz ishlatamiz. Xullas, Spark Bitta o'zimiz xalq bob jaydari mashinalar Jahongir aka. 10X, Gentra, Tracker, Malibu. Mana misol uchun men Lacetti necha pul? Bu necha pul bolalar bu? 12,5 ming dollar. 12,5 ming dollar. Necha pul qoladi qolsa mana endi prosta qiziqqan odam uchun-da necha pul ishlasa bo'ladi bitta mashina. Ko'p qolmaydi aka bularda. Qancha qoladi? 300 dollardan 500 dollar, 300 dollardan 500 dollargacha. Unaqa osmon pul ishlanmaydi. Yo'q, avtosalon. Plus bu yerda oylik, poylik kommunalkalarni yorib olsangiz, soliqlari bor o'zini. Yana ham joy o'zimizniki bo'lgani uchun. Nima mashina eng ko'p sotilyapti endi? Hozirda Gentra bilan 12 avtomobil ko'p sotilyapti. Gentra? 12. Ha, 10X. Malibular qalay Malibular? Malibu'miz 23700 dollar aka. 23700. Mana bu? Nechinchi yil? 23-yil. 23-yil. Kraskalari toza. Urilmagan a? Yo'q. Bo'ldi. Hamma yo'qdi va toza ana qilib. Mashina kerak bo'lsa tikib kelaveramiz-da. Lekin hozir bilan Farg'onada eng katta avtosalonni ochib qo'ydiz, eng qizig'i. Shunaqa. Kvadratura bo'yicha. Shunaqa bo'lsa kerak endi nima deydi. Bu mana Tracker a? Bu nechinchi yil? 26 308 kilometr masofani bosib o'tgan. Yangi salondan. Narxi qanaqa? 20500, salonda 2000 dollar arzon. Oho, gap yo'q. Salonda 22 ming turadi вообще. Salonda 22,5 ming dollar, bizda 20500 dollar. Gap yo'q, gap yo'q. Nima yuraveramiz aka? Bizga ham nasib qilsa bunaqa Trackerlar. Jahongir aka, bitta bemalol oilaviy kelib ham bolalar detskiy plashatkalarga qo'yib yuborib, mashinalar tanlash mumkin. Mana inomarkalar ham bor ekan, Tucson. Bor endi bular ikkilamchi olgan mashinalarimiz. 29200. 29200 nechinchi yil? 22-yil. Yil bilan narxini aytsangiz, bu necha pul? Bu 24-25 ming dollar. 24-25 ming dollar. K5 ta ayting Abdulhodiy. 24-22500 euro. 24-22500 dollar. Bu Gentra 23 57 ming yurgan.
14.500 dollar. 14500 Bu dollar. avtosalon Jahongir aka polniy o'sha oxirgi anaqada remont qilgan edi. O'zi bitta inomarka mashina sotmoqchi edik. O'sha aytganimdek 6 oy Qimmat turdi. mashinalar nima ketmadi inomarkalar? Endi bizda ko'proq qimmat mashina oladigan odam aka hamma Toshkentga borib, Toshkentdan olishadi. arzonini topib oladi. Da. Boshida o'sha 1 million dollarlik inomarka mashinalar terib tashladik. Nima mashinalar bor Yarim edi? yil turdi. X7 bor edi, Toyota Sequoia bor edi, Mercedes bor edi. Nima bor edi? Yengisi. Ha, yangi mashinalar. Buni Toshkentdan qimmatroqmidi narxi bu yerda? Yo'q, narxi yaxshi. Narxi yaxshi-da. Endi baribir yana ham arzonroqqa, variantga, olgisi kelib, hamma shu stirga ketyapti hozir. Batda Jahongir aka shu avtosalon o'zimizga mini kelganimizda o'tiraylik. O'zingiz o'tirasizmi bu yerda? Ha, Kabinet qilib qo'ydingizmi? qo'yganmiz, kelganda o'tirib. Hamma turaylik. kabinetingiz bor, ha? Har Shunaqa. turmasdan. O'zi kabinetda o'tirgani vaqti yo'q. Yaxshi, akkuratni, chiroyli bo'libdi ekan. shunaqa. Ishqilib o'xshab ketsin do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? O'xshaydimi bu biznes yo'qmi? Abdulaziz akada izoh yozib yuboringlar. O'xshasa nima qilamiz? Boshlab beraverasiz. Jahongir aka bu birinchi qurib topshirgan Sakinat loyihamiz. Shu bekor kirmadim siz bilan bu yerga, shunda avtosaloningiz Avtosalonimiz orqasida. orqasida. Ko'plar ko'ryapsiz ommada, faqat sotishyapti. Lekin menga muhimrog'i qurilganini, topshirilganini ko'rsatish. Sotish oson, har xil loyihalarni farillatib ochib sotish oson, lekin topshirish oson emas. Eng qiyin topshirish. Birinchi loyihamizni ko'ring, keyin podezlarni ko'rsatamiz. Lekin do'stlar, mana Farg'ona uchun chiroyli bo'libdi. O'zi Farg'ona, Toshkentda ham misol uchun bunaqa dizaynlar bilan qurib qo'yganingizda yaxshi ketardi. Xudo xolasa sekin Fikrimni chiqamiz aytaman. endi Toshkentga. Prostachi ko'plar nima deb o'ylaydi ani? 10 etajmi, 10 etaj binosini betonni ko'tarib qo'ydi, bo'ldi ko'tarib qo'ydi. U buni kommunikatsiyasini qilib, elektr. Endi boshlangan bo'ladi. Yana yarim ishi bor-da uni. Shunaqa. Jahongir aka bu birinchi loyihamizni. Podez deylar. Har bitta podez shunaqa. Ha, qilganmiz. Har bitta podez shunaqa. Sakinat loyihamiz bu. Mana 5 balla building sizni qurilish Sakinat kompaniyasi. loyihamiz. Liftlarni ham 1 tonnalik liftlar qo'yganmiz. Keyingi loyihalarimizni bundan ham zo'r qilganmiz. Har bitta loyihamizni oldin qilgan loyihalarimizda qilgan kamchiliklarimizga yo'l qo'ymaymiz. Shu yerdan xonadon olganlar, loyihani ko'rayotgan bo'lsanglar, fikringizni yozib olinglar. Mana bitta sensorni ekan, svetda yurganda yoqilar ekan, turganda o'char ekan. Energetika sberagayish. Podezlari ham, O'zi eng liftlari ham keng. Xonadon xarid qilganlar rozimi? Rozi? Ha? Ha, bemalol rozi. Hech pulga tushdi bu yerda xonadon o'rtancha. Xo'p, hozir biz batda 400 dollardan sotganmiz. Hozirda 600 dollardan sotilyapti ikkilamchi. 400 dollardan kvadrat sotgansiz. Shunaqa. Hozirda 600 dollarga ko'tarildi. 200 dollarga ko'tarildi. Muhsin aka qanday desiz? Ofisdalar o'z glaniy Bor ofisdalar. gaplashaylik, bilan ham chiqaraylik. Muhsin aka bu yerda eskidan katta tadbirkorlardan biri, Xo'ja aka. Realniy kurtoy odamlar. Mana partnyorstvida o'g'illari bilan birga hamma bizneslarni qiladilar. Qaysidir biznesga o'zlari joy beradilar, qaysidir biznesga mana Abdulaziz aka. Ketdi, bor gaplashamiz. Ketdi aka. Jahongir aka, bu sotuv ofisimiz Farg'ona shahar markazida joylashgan. Bu 5 bola buildingda sotuv ofisi. O'sha qurilish kompaniyalarining sotuv ofisi. Shunaqa. O men bir kelganimda endi remont tugadi. Ho, ikkinchi etajga ham ko'tarib yuboribsizlar? Endi bitadi bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu o'sha yangi boshlayotgan loyihamiz. Kuni kecha prezidentimiz tashriflari bo'lgan Burxoniddin Marg'iloniy shaharchasining yonginasida joylashgan Oltin vodiy biznes klass loyihamiz 10-12 qavatdan iborat. Bu premium, ha, premium. O'zini ichida bepul futbolniy poliyasi, basketbolniy poliyasi, tennisniy poliyalari bor va bundan tashqari o'zini bepul mehmonxonasi bor. Bu loyihamizda bir xonali uylar ko'pligi uchun bepul mehmonxona tashkil qilganmiz. Qachon topshiriladi bu? Bu 2028 ga topshiriladi. 2027-28. Aha. Etap-etap topshirilaveradi. 1 yilda 500 tadan topshirishni boshlaymiz. No, nechta xonadon? Ha, 1000 tadan oshiq. 2028 ga polni topshiriladi. Polni 100% topshiriladi. Batafsil ma'lumotni Instagramingizda bilib olsa bo'ladi, qiziqqanligi. Sotilish yaqinda ochilyaptimi buni? Ha. Bu o'sha Marg'ilon City loyihamiz. Batda ham 1000 tadan oshiq xonadon bor. Bunda ham o'zini maktabi, o'zini bog'chasi. Buni qurilishi boshlangan, hozir 4-qavatga yetgan. Hozir yilda oxiriga 500 ta bu loyihamizdan xonadon topshiramiz. 500 ta topshirasiz. Topshiramiz. Kaltar bilan. Shunaqa. Bu Nur kompleks loyihamiz 12 gektardan iborat. Batda 38 ta dom, 77 ta podez, 2000 tadan oshiq xonadon joylashgan va bundan tashqari Farg'ona viloyatida eng katta bo'lishi kutilayotgan Nur masjidi
joylashgan. 20 ming odamni ichiga qamrab oladi. O'zinglar quryapsizlar. Yo'q, buni xalq hashari bilan qurilyapti. Bu loyihamizdan ham shu kunlarda Xudo xolasiga 500 ga yaqin xonadonni egalariga topshiramiz. 10 oy Shu yil bo'lgan. oxiriga? Ha, qurilishi boshlanganiga 10 oy bo'lgan. 2000 ga yaqin xonadon bor. 500 ga yaqinini shu yaqin kunlarda topshiramiz. Shu yilning o'zida 1000 ta xonadon topshirasiz. Shunaqa 50 yil ming oxiriga. 50 ming kvadrat xonadon topshiramiz. Gap. Shu yil oxiriga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchaysizlar? Sotuv menejerlarimiz Sog' bo'ling, yaxshimisizlar? bu o'sha Yangi O'zbekiston massivida joylashgan. Buni bitqiz topshirib bo'lganmiz. Ertaga borganda ko'rsataman bularni. Nomi nima buni? Yangi O'zbekiston nomi, podezlari. Nechta xonadon topshirdingiz bu yerda? Xo'p, 100 ta. 100 ta. Gap yo'q. Bu shu ofisimiz, o'zimizga moslab ishlabgina qilganmiz. Assalomu alaykum. Oho, odam ko'p ekan-ku. Shunaqa. Yaxshimisizlar? Undiruv bo'lamiz. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi, tuzimsiz? Qalay undiryapsizlar? Kechiktirib to'laganlar, vaqtida to'lamaganlar bilan umuman boshqaruv bo'limi bu. Eslatib, Shunaqa. Gap yo'q. Ofisingiz 3 etaj bo'lib ketdimi? 4 etaj, 3 etaj, 4 etajdan iborat. Ko'p savollar bo'ladi, nimaga arzonsizlar dedi. Bizda boya aytganimiz, Jahongirga 70% mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari mana loyihalash institutimiz ham o'zimizda. Hamma nima kerakli narsalar. Tushuntirib o'tiring, loyihalash instituti bu proyekt, o'sha arxitektura. Hamma loyihalarimizni o'zimiz qilamiz. O'zimiz Bu qilamiz. call center, Ha, oching. O'tiraylik, bemalol. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Jahongirga bitta call centerimiz joylashgan. Pulli mijozlarimizga yaxshi xizmat, yaxshi servis ko'rsatish maqsadida. Outsourcing qilmaysizlar, o'zingizda. O'zimizda. Call center hammasi. Hammasi o'zimizda. Xonadon xarid qilaman deganda primoy shodga tushadi. Shu mijozlar bilan gaplashishadi. Gap yo'q. U yerda nima qilish? Bu marketing bo'limimiz. Marketing. Hojichi qayerdalar, hoji? Tepadalar. Bu nechinchi etaj уже? Ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. Podvalga tushib chiqdingizda, shunga charchab qoldingiz. Qo'yil. Bitta ish majlislar zalimiz. Assalomu alaykum. Mana shu katta bo'lib ketdi, bor. Buxgalteriya, finansist, yurist, hammalar xonalar. Nechta odam ishlayapti уже полный ofisda? 60 ta odam ishlaydi ofisimizda. 60 ta. Katta o'zida. Kiravering. Assalomu alaykum. Muhsinga. Yaxshi keldingizmi? Sekin charchamayapsizmi? Bormisiz? Do'stlar, yana bir tanishtirib qo'yaman. Mana Muhsinjon aka, Abdulaziz akaning adalari shu yerda eskitda mana tadbirkor, katta tadbirkorlardan birilar. Mana o'g'illari bilan birga biznes qiladilar. Muhsinjon aka, siz qaysi biznesga ko'proq qaraysiz hozir? Hozir men asosiy shu qurilishlar nazorati, dokumenti, qurilishlar qanaqa ketyapti, shu snabjeniya. Baribir o'zingiz nazorat qilib, ustozlik qilib turasiz. Qarab turamiz. Ya'ni xonadon oladigan odam xavotir olmasa bo'ladi. Yo'q, xudo xolasa. Ya'ni men boya ham aytayman-da Abdulaziz aka. Endi qurilishdan pul ishlamasanglar ham boshqa bizneslardan tikib, baribir qurib bitirasizlar, sababi obro'y sizlarga muhim bo'ldi o'zingizlar shaxsiyat. Albatta shu tezroq bitkazib, odamlarga xonadonlar topshirsak, yuzimiz yorug' bo'ladi-da. Hop, prosta katta muammo bor-da. Quruvchilar ko'payib ketdi birinchidan. Ikkinchidan, ko'plari juda ham ko'p proyekt olib boryapti, sotish ko'p, qurilish ko'p, topshirish kam. Shu katta muammo. Mana hozir gaplashdik bular bilan. Bu yillar oxiriga 1000 taga yaqin xonadon topshiryapsizlar. Yana 3 ta obyekt mana topshirilgan. Yana Sakinat, Yangi O'zbekiston, Komfort. Endi bizda shuning uchun Jahongir va Abdulazizga aytyapman, bitkazamiz, topshiramiz keyingisiga. Shunaqa tipda ketamiz inshaalloh. 10 ta qilib bittasini bir yilda unaqa ko'paytirish kerak yo'q. Tez-tezda egalariga topshirish kerak, keyingisini ochib boshqalashimiz kerak. Keyin aytyaptilar, takliflar ko'p, boshqa shaharlardan ham chiqishyapti, Toshkentdan ham chiqishyapti. Lekin unaqa hamma yerda qurib tashlash niyati yo'q-a? Yo'q, hozir kecha ham gaplashdim, Andijon boshqa viloyatlarda ham chiqyapti. Endi hozircha biz o'sha loyihalarimizni bitirib olaylik. Keyin Poyma-poy hammasini sekin-sekin, to'g'rimi? Albatta. Qancha ko'p mana shunchalik ko'p quruvchi qurayotganiga vaqtida hammasini zo'r qilib topshirsanglar, obro'y oshiradi. Albatta. Cheki ham oshiradi, xonadonlarning ishonchi ham oshiradi. Shu qimmatroq bo'lib qoldi-da. To'g'ri. Nechta xonadon qurganingizga qaraganda. Albatta. Nima yangiliklar endi? Nima qiyinchiliklar? Endi qiyinchilik yo'q, sekin-sekin harakat qilyapmiz. Asosiy endi mana yoz havo yaxshi bo'lib turganda gazini bosib tezroqda bitkazib, Sezon qurilishi. ko'rsatib olishimiz kerak. No, talab yaxshi ekan Farg'onada. Xudoga shukr. Qurilishga sotuvlar yaxshi, ko'z tegmasin. Taqdimotsiz ham 100 tadan oshiq xonadon sotilayotgan yana oyiga. Shunaqa. Gap yo'q. Endi shu Marg'ilonda yangi loyihamiz bor, xudo xohlasa shuni tayyorlayapmiz. Oltinvoda o'sha yangi joyda. Shu majmuaga yaqin joyda.
Bu loyihani birinchi marta ko'rayotganlarga bizni eski loyihani ham ko'rib ko'ringlar. 5 bola betonni obzorini olganmiz. Umuman nech pul ishlaydi, qanaqa ishlaydi, Muhsinjon aka bilan o'sha yerda intervyu olganmiz. Yaxshi ketyaptimi, o'syaptimi? Xudoga shukr, yaxshi. Pul tikib dalshi rivojlantiryapsizmi yo bitta urovingdanmi? Hozircha endi bu yil mana shu o'zimizni qurilishlarimizni bitkazib olishimiz kerak. Loyihalar bor hozir, yana texnikalar olishimiz kerak. Shular bo'yicha ishlayapmiz hozir. Yangi оборудование, yangi joylar olganmiz, yana zavod qurishga. U tomonlar to'xtagani yo'q, harakat bo'lyapti. Ya'ni o'zingizlarning obyektinglardan oshib tushmayapti. Yo, oshiryapmiz, lekin bizda hozir talab yana ham ko'p-da. Undan ham ko'p talab bor. O'shanga Lekin sizlarga muhimroq o'zingizlarning obyektinglarni yopish. Ha, birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Muhsin aka shu qurilish biznesini ochish ideyasini Abdulazizga bergan o'g'lingiz. Ha, shunaqa. Qanaqa? Endi biz oldin bu o'zi shu yoshligidan birga zavodda birga ishlardi. Asosiy shu qurilishlarda pullar qolib ketadi, nasiya bo'lib ketadi, borib ola olmay har xil janjallar. Keyin o'zi aytib qoldi, o'zimiz qilaylik shuni deb. Shu bilan bo'pti, qilgin deb bo'lib berdik. Charchadingiz, janjalda shurab pulni chiqaraman. Quruvchilarda ko'p pullar qolib ketardi. Hozirgacha kerak bo'lsa berishmaydi. Hastatga qolib ketgan. Keyin o'sha pul o'zimizda domda muzlab tursin dedim. Chem quruvchilarda muzlab turgandan ko'ra bitta qilib ko'raylik deb dadamdan duoda oldik, boshladik. Mana Xudoga shukr, yaxshi yomon bo'lmayapti. Tavakkal qilib boshladingiz. Bu yerda men nimaga bu savolni beryapman? Muhimi nima? Shu katta o'g'lingiz Abdulaziz aka. Risk qilib ishondingiz-da. Albatta. Da? Xavotir bo'ldi hozir. Endi xavotirli bo'ladi, lekin men o'zim ham yoshligimda shunaqa risk qilib yoshligimda o'rgangansiz. Ha, shuning uchun endi buni yo'lini to'smadim. Yo'q deb qo'ysangiz sindirib qo'yishingiz ham mumkin-da. Endi bu o'sha o'sayotgan mahalda imkoniyat berish kerak-da. Eng qizig'i oqladilarmi ishonchi? Oqlayapti. Yaxshi. Ya'ni qurilish biznesi 5 bolalar bildingki o'sha betondan, spetsexnikadan kattaroq bo'lib ketdi. Nisbatan shunaqa. Men aytayotganim perspektivasi katta. Baribir vaqtida qurib, vaqtida hammasini joyiga topshirib, kattaytirsa bo'ladigan biznes haqiqatan ham. Hozir endi asosiy talab qurilishga katta-yu. Shuning uchun endi o'sha mana sohada astoydil ishlasa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bozor bor. Bo'ldi. Xatolar bo'lgan, baribir xatolarni bilamiz, unsiz bo'lmaydi. Albatta. Sekin-sekin hammasi chotki bo'ladi. To'g'rilanadi. Bo'ldi Abdulaziz aka. Shu aka endi. Nimaga javob beryaptilar bular ko'proq qurilishda xos? Qurilishda asosiy mana shu hamma yoqqa javob beradi bu. Ha? No, misol uchun 5 bola betonlarga aralashmaydilar o'zi. Yo, zavodga men qarayman. Bu asos qurilishda ketishi, mana tashqi muomalalar, boshqa ishchilarning nazorati, sotuv, marketing. Sotuv ham o'zimizda hozir, o'zimiz qilamiz. Hozir o'sha Betonda ham marketingga qaragansiz o'zingiz. shunaqa, hozir zapusksiz 100-150 tagacha uy sotyapmiz hozir oyiga. Da do'stlar, Farg'onada hech qanaqa zapusk qilasiz, 100 ta 150 ta xonadon oyiga. Ya bu dahshat rezultat. Toshkentdagi katta quruvchilar ham shunaqa sotsa yaxshi deydi. Bu ob'yommi? Ochig'ida. Shuning uchun faqat omad tilab qolamiz. Mana ota, o'g'il mana bir-biriga ishonib, xullas endi siz boy oilada tug'ilgandirlar, Abdulaziz aka to'g'rimi? Lekin shunda ham intilishlari katta. Nimaga intilish bor mana? Shuni tushunmadim men. Maqsad bor-da aka. Nimaga bularga bir bolani isbotlashmi? Kanishni aka, endi ota-onamizga o'zimizda nima qilishda endi ko'rsatish. Ya'ni bola xohlaganda siz miyangizda riskligini tushunsangiz ham imkoniyat berish kerak. Albatta, berish kerak. Ishonib topshirish kerak. Endi uni ham topshirishingizdan oldin ozgina berib ko'rasiz. Natija qilsa keyin kattasiga ishonasiz-da. Bu o'sha hamma ishongan, topshirilgan narsalar bajarib kelgan. Natijani qildilar. Xudoga shukr. Gap yo'q. Istemasa hamma farzandda shunaqa ahli solih ota-onasining gapidan chiqmaydigan. Gap yo'q. Aytganini qiladigan bo'lsin. Farg'onada hozir eng katta qurilish kompaniyami bu? Yo'q, janob. Bor, a? Katta demaymiz. Top nechaga kiradi, Abdulaziz aka? Bilmadim, bunga mijozlar o'zi baho beraversin. 3 mi, 5 mi, 10 mi? Shunaqa bo'lsa kerak. Mayli. Xudo xolasa eng katta qurilish kompaniyalaridan biri bo'lsin. Iloyim. Sog' bo'ling. Rahmat. Do'stlar, bitta like bosib yuboringlar. Menimcha bu foydali ma'lumot bo'ldi, haqiqatan ham ota-onalar uchun.
Do'stlar, syomkalarimizning ikkinchi kuni Farg'onada bir kunga kelib ketamiz. Abdulazizga qo'ymadida, shunaqa issiq kutib olishyapti. Xullas, syomkamizning ikkinchi kuni o'sha uchun kiyimlarni almashtirib, chiroyli bo'lib, haqqa keldi endi. Aka, endi sizni hozir kuni kecha prezidentimiz tashriflari bo'lgan Burxoniddin Marg'iloniy shaharchasini ilmiy turizm markazini aylantiramiz. Hamma keldi. Prezidentdan bo'tga tashrif buyurdilar, Otabeklar ham kelibdilar. Shunaqa. Hamma pamoyimi kelyapti bo'tga, sababi bu yangi Farg'onani turistik sentri. Haqiqatan ham mana ko'ryapman. Zamonaviy ibzani o'zimizni stilda bo'pti. Haqiqatan ham mana Millicha stilda. Farg'onani turistik potensialini oshirishi uchun harakat qilyapti. Boshqa davlatlardan ham turistlar kelyapti. Kelyapti, sekin aylanib Farg'ona. Ibza ham qisqa aylanib chiqamiz, a? Ketdi. O'zi Abdulaziz aka shunaqa mashinada yurib gaplashish siz bilan mana bo'lib qoldi. Odat bo'lib qoldi o'sha 5 bola betonni ham 13 oy oldin mana shunaqa ketib, Shunaqa. betonlarni ishlab chiqarishni o'rganib chiqqanmiz. Aka, bitta ko'rishingiz mumkin, ponni millicha stilda o'sha o'zimizning eski odatlardan chiqmagan holatda qilingan aka. Chiroyli bo'pti. Avvalambor aka, shu prezidentimiz tashabbuslari bilan, viloyat hokimimiz sa'y-harakatlari bilan qisqa vaqt ichida sifatli tarzda qurilib, xalqimizga foydalanishga topshirildi. Marg'ilonda, Farg'onada bunaqa joy yo'q edi aka. Chiroyli ana bizani liboslarda qizlar qaraylar, gap yo'q. Milliy liboslarda. Gap yo'q. Bitta narsa xursand qilyapti, Abdulaziz aka faqat Toshkent emas, balki hamma viloyatlar ham qurilyapti. Shunaqa hamma viloyatlarda hozir shunaqa yangi O'zbekiston massivlari qurilyapti aka. Bu turistlarni mana ko'rayotganimizdek tortyapti. Ya'ni doполнительный ish o'rinlari, mana do'konlar, magazinlar, hunarmandlar do'konlari. Shunaqa aka. Eng qizig'i shu yangi proyekt boshladim deyapsiz. Burxoniddin Marg'iloniy shaharchamizni yonginasida qadam masofada joylashgan yangi Oltin vodiy biznes klass loyihamizni boshlaganmiz, start berganmiz. Xudo xolasa tez kunlarda sotuvlarni ochamiz. Qachon ochiladi? 15-may kuni 20:00 da onlayn taqdimot qilyapmiz. Onlayn taqdimotda batafsil ma'lumot berib, 16-may kuni sotuv ofisimizda sotuvlarni ochamiz, xudo xolasa. Gap yo'q, ham chiroyli bo'ldi. Batda Jahongir aka muzikalniy fontanlar joylashtirilgan, sun'iy ko'llar, amfiteatrlar, Otabek va Kumush uyi, muzeylar. Xullas, hamma butun O'zbekistondan kelib aylantiradigan joy bo'libdi. Faqatgina turistlarga emas, o'zimizga. Joy yo'q. Aka, xudo xolasa, menimcha hozircha respublikada bunaqa joy yo'q. Haqiqatan ham mehr berib qilishdi. Abdulazizga qarang, 15-mayda yopiq taqdimotda o'yin shaxsan boryapsiz. Eng zo'r narx bo'yicha shu lokatsiyada xonadonlarni biznes klassda sotasiz, to'g'rimi? Shunaqa aka. Bitta respekt etib qo'ymoqchiman Abdulazizga, sababi o'sha 3-xonadon bu safar ham mana shu yangi proyektlardan bitta muhtoj odamga Instagramimizda bu tanlovga start berdik. Bitta haqiqiy muhtoj odamga shu yerdan 2 xonali xonadon sovg'a qilyaptilar. Bu uchun отдельный respekt, sababi aytishadi, mana nima to'g'ri bu millionerlardan nima bu faqat o'zi pul ishlaydi, o'zini o'ylaydi. O'sha 3-xonadonni muhtoj odamga sovg'a qilyaptilar va bundan tashqari nechta odamlarga oylik to'laydilar, ish o'rinlari va Farg'onani rivojlanishida ham qanday hissani qo'shasiz, baribir, to'g'rimi? Shunaqa aka. Yerga 1000 ta xonadon topshirsangiz ham, u Farg'onada bir 15 ming ta xonadon topshirilsa ham 15 dan bir qismini 5 bola biznes qurib beryapti. Xudo xolasa aka. Abdulazizga gap yo'q, lekin haqiqatan ham Farg'ona rivojlanyapti va meni bu xursand qilyapti, seryoz. Keyingi kelishingizga aka, Shahmardonga boramiz sizni, xudo xolasa. Bir borib osh qilib kelamiz, osh qilib, qo'lbola osh qilib, aka achchiq osh qilib kelamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Jahongir aka, hozir shu markaz yonida bitqizgan loyihamiz bor, shuni bitta ko'rsatib o'tib ketaylik aka. Ko'ringlar, faqat sotuv bo'lmasin. Tayyor uylarni ham ko'rsataylik, qanaqa ko'rsatib o'tib ketamiz. Katta aylanib kirib ketamiz. Xo'p, Jahongir aka, keyingi loyihamizga ketishimizdan oldin do'stlarim bilan tanishtiraman sizni. Do'stlarim bilan ishga boramiz. Mana Shahzod hamma yoqqa javob beradi. Davron sotuvga, sotuv ofisida, Hoji Akbar bilan Baxtiyorjon qurilishda, Shuhrat 5 bola betonda. Do'stlar bilan ishga boramiz. Hamma do'stlaringiz siz bilan ishlaydi. Birga ishlaymiz. Qayerda tanishgansizmi hammanglar birga? Sinfdoshmiz, yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Yana boshqa do'stlarimiz ham bor edi, ular yo'lda tushib qolishdi. Buni nimaga ko'rsatamiz do'stlar? Yana muhim savolda shu do'stlar bilan biznes ish qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, sodiqlari bilan qilsa bo'ladi. Sodiqmaslari ham bo'lganmi? Sodiqbaslari endi yo'lda tushib qolyapti sekin-sekin. Biri tushib qolmagan. Bular oxirigacha boradiganlar. Kimdan boshlaydi yuradi?
Va Shahzodlikda yuradi. Mana Davron karnivalda, Hoji Akbar Ekunixda. Mana qolganlarni ham mashinalari o'z bitta-basi. Ne? Oshna og'aynichilik, yani distansiya buzilmaydimi biznes bo'lsa? Yo'q, biz ishda biznes qilamiz. Ishdan keyin o'zimizni shu o'rtoqchiligimiz, oshnachiligimiz bo'ladi. Abdulaziz Qodirov millioner o'tirmaydi cho'q. Yo'q, 5 dan keyin unaqa emas. 5 gacha shu, ha? 5 gacha ish. Gap yo'q do'stlar, mana shunaqa like bosib yuboringlar. Afsuslanmaysizlar bular bilan ishlaganingizdan? Yaxshimi? Mayli, bular aktyor emas, kerak. Kelishilmagan, ha? Yo'q, bu gap yo'q. do'stlar. Bo'ldi. Bularda ham motivatsiya bormi? Aytib qo'yganmiz, mashina bilasiz. Hamma yo'llari cho'tki xudo xohlasa. Zo'r, ha? Bo'ldi, gap yo'q. Mana shunaqa do'stlar, mana do'stlar bilan biznes qilsa bo'lishi bitta misoli. Abdulaziz aka, qayerda bizi? Aka, Yangi O'zbekistonda biz, Yangi O'zbekiston massivida joylashgan 16 qavatli Yangi O'zbekiston loyihamiz. Siz qurgan proyektda mana shu 5 bola building qurgan, mana topshirilgan loyiha. Polnisi sotilib bo'lgan bu. Sotilib bo'lgan bu. Sotiladigan xonadoni yo'q. Podizlarni ko'ramiz aka. Ketdi, bitta aylanib chiqamiz. Bu birinchi etaji kommersiyaskiy, ha? Aha, birinchi etajlari noturar. Aha. Qolganlari turar joyga foydalanishga topshirilgan. Bu yerda nima, bog'chalarmi? Bu yerda aka Yangi O'zbekiston massivida bu shaharcha aka, bog'cha, maktab, poliklinika hamma yo'q bor. Nechta xonadon sotdingiz bu yerda? 96 ta. 96 ta. Aha. Jahongir aka, bu standart segmentda topshirilgan xonadonimiz, lekin podizlarni imkon boricha premium darajada qilganmiz. Biznes emas bu. Yo'q, liftlar ham ikkitadan liftlar joylashtirilgan, bitta 630 kiloli, bitta 1 tonnali. Yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekiston. Gap yo'q. Keyin bitta aka yana mana eshiklarini ham ko'rishingiz mumkin. Отпечаткali, kodli, digitalli eshiklardan foydalangan. Ochiq ekanmi? Bu yerda bu endi bu noturar joy, ha? Ha, noturar joylar. Bu yerda do'kon bu narsa bo'ladi. Shunaqa do'konlarga gap yo'q. beramiz. U yog'iga tepadan shu ikkinchi etajdan xonadonlarimiz boshlanadi. Podizlarimiz shunaqa ko'rinishda topshirganmiz. Endi keyingi loyihalarimizni xudo xolasa bundan ham yaxshiroq qilishni rejalashtiryapmiz. Abdulazizga baraka toping. Har doimgidek issiq kutib oldilar Farg'onada. Ovqat, o'tirishlar, biznes, ishlar, qarochi har doimgidek mazza, lekin men bu safar ovqat yeyolmadim, sababi отравление bo'lib keldim. Lekin keyingi safar yaxshi qilib qo'ydik. Shahmardonga boramiz. Shahmardonga borib, o'zingiz Farg'onani oshini chiroyli qilib beraman do'z. Xudo xolasa. Bu yerda mazza qilib, degustatsiya qilib yeb, suhbatlashamiz. Xudo xolasa. Xullas, nima xulosa bu loyihadan? Farg'ona qurilyapti, rivojlanyapti. Shunaqa mana tadbirkorlar paydo bo'lib, 1 yil oldin keldik, 1 yildan keyin mana ko'rayotganingizdek shuncha o'zgarishlar bo'ldi. Shu sababli tanlov qo'yamiz. Bo'ldi aka. 1 yilda mana shunaqa katta o'zgarish bo'ldi, qurilishlar qo'shildi, bizneslar qo'shildi, avto salonlar, mashinalar umuman o'zgarib ketdi, geriklar paydo bo'lib ketdi. 2026-yil xos 2027-yil oldilariga kelganimizda nima o'zgaradi? Nima mashinada yuradilar? Nima biznes yana boshlaydilar? Nechta qurilish boshlaydilar Farg'onada? Shuni chiroyli qilib yozgan 3 ta odamga 3 ta odam tanlaysiz. Nima sovg'a qilsak bo'ladi? Bo'ldi, $500 dan 3 kishiga qilib yuboramiz aka. $500 dan har bitta odamga 3 ta kommentariyaga, eng populyarni 3 ta kommentariyaga o'zingizlar like bosib, qo'llab-quvvatlaringizni izohlarni ko'rib, от dуши va shunaqa fantaziya qilib, chiroyli, pozitiv, ozgina hazil bilan yozib berganini tanlab, kartasiga yuborasiz $500 dan. Gap yo'q. Men ham o'zim ishtirok etardim iloji bo'lganda. Biroz xulosa shu, ko'rayotganlarda Farg'ona rivojlanyapti, biznes qilsa bo'ladi. Haqiqatan ham bu shahar qurilyapti, tadbirkorlar harakat qilib ishlab pul topyapti. Mana adalar bilan birga mana biznes qilgan farzandi misoli, undan tashqari mana do'stlar bilan biznes qiladilar. Shu Farg'onadan ketmasdan Toshkentga shu yerda biznes qilgan odam, tadbirkor bitta misoli. O'zingizni viloyatingizdan chiqib ketmasdan ham o'zingizni viloyatingizni rivojlantirsa, yashnatib, undan tashqari yaxshi pul ishlasa bo'lar ekan. Shunaqami? To'ppa-to'g'ri. Nima qildingiz bilan? Xudo xolasa keyin kelishingizga Jahongir aka, oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. 50 ming kvadrat bu yil xonadon topshirishimiz kerak. Keyingi yilga kelishingizga yana qo'shib 100 ming kvadrat xonadonlar topshirib, Xudo xolasa Shohmardonga borib qo'l bola achchiq oshlarni qilib aka, samimiy suhbat davom ettiramiz. Bizneslarni chetga qo'yib, bundoq osh qilib, mazza qilib o'tiramiz. Bungacha ancha qurilishlarimizni topshirib olamiz, Xudo xolasa. Kelishdik. Do'stlar, mana shunaqa Farg'onaliklardan bitta like, izohda qo'llab-quvvatlaringlar, vodiyga katta salom.
Sizni Toshkentda kutamiz. Xudo xolasa aka. Biz ishlaringizga Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.